Yana bitta akkumulyatorimiz tayyor bo'ldi. 48 voltga 12 amper. BMS. C minusda mana nagruzkaga ketadi. B minusi bu mana shu massaga ulanadi. Birinchi qara mana massaga ulanadi. Qaradan keyin birinchi qizil mana B1 ga. Shunday 2 3 4 5 6 shunday raqamga keting. Mana 13 ta simi bor, oxirgisi mana plyusga to'g'ri keladi. Mana shu yerdan mana bir tekshirib olasizlar. 0 dan 50 gacha ko'rsatadi. Keyin mana BMS ga qo'yasizlar. Ulanishi oddiy. Birinchi qara mana 0 ga. Birinchi qizil mana B1 2 3 shunday raqamga keting. Pastga tepaga pastga ketaveradi.